Kapalak Mahmud Murodov. Bahromjonning tili biyron chiqqan bo'lsa ham hali ko'p narsalarning nomini bilmasdi. Bir kuni u yugurib uyga kirdida Bahodir akasining qo'lidan tortqilay boshladi. Menga ham yopishib, "Yuringlar, kattakon kapalak", dedi. Hovliga chiqdik. Yo'lakda bir chumchuq bolasi yotardi. Inidan tushib ketibdi. Og'zini kappa-kappa ochadi. Olib qarasam, bir oyog'i singan. Bahodir ikkimiz vrachlik qildik. Qushchaning singan oyog'iga qog'oz o'rab, ip bilan yaxshilab bog'lab qo'ydik. Go'yo taxtakachladik. Iniga qo'yaylik desak, bo'g'otning ichiga qo'l sig'maydi. O'z aqli bilan kirib ham ketmaydi. Tag'in mushukka yem bo'lmasin, deb botinka qutisiga solib, uy tokchasiga qo'ydik. Bahodir pashsha tutib berdi. Bahromjon non-uvoq bilan mehmon qilib turdi. Qushcha kundan kun o'sib, qutichadan chiqib uy aylanadigan bo'lib qoldi. Ba'zan ona chumchuqning ovozini eshitib chirqillab qo'yadi. Bahromjon esa kapalak gapiryapti deb sevinchi ichiga sig'maydi. Buni eshitgan akasi kapalak emas, chumchuq deb qo'yadi. Bir kuni oyog'ini yechsak, yarasi bitibdi. 2-3 kundan keyin esa pirillab uchadigan, o'zini derazaga uradigan, tinimsiz chirqillaydigan bo'lib qoldi. "Uchirib yuboramizmi chumchuqni?" deb so'radi Bahodir ukasidan. Bahromjon ko'nmadi. Kerakmas, chumchuqni uchirmayman, deb turib oldi. Men ular qanday to'xtamga kelishar ekan deb indamay turdim. Bahodir biroz turgach so'z boshladi. Bir bola bor ekan. Yiqilib tushib, oyog'i sinibdi. Uni kasalxonaga olib borishibdi. Oyog'i tuzalgandan keyin ham doktorlar uni uyiga yuborishmabdi. Bola esa ertayu kech yig'layveribdi. Shu yerga kelganda Bahodir biroz to'xtadi-da, so'ng so'radi. "Bilasanmi, nega yig'lagan?" "Uyiga yuborishmagani uchun yig'lagan, adasini, oyisini sog'ingan", deya javob berdi Bahromjon. "Topding", dedi Bahodir. "Biz vrach bo'ldik. Chumchuqning oyog'ini tuzatdik. Endi u dadasi bilan onasini sog'inib yig'layapti. Uni ushlab o'tiraveramizmi?" Bahromjon biroz ikkilanib turdi-da, "Qo'yib yuboramiz", dedi. Chumchuq bolasi derazadan chiqib gilos shoxiga qo'ndi. So'ng pastga qarab 1-2 chirqilladi-da uchib ketdi. "Chumchuq nima dedi?" so'radi Bahromjon. "Bahromjon akamga rahmat deb aytdi", dedi akasi. Bahromjon irg'ishlab qichqirdi. "Rahmat, rahmat!"